Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Assalatu vassalamu ala rasulihi va ala alihi va ashabihi ajma'in. Alloh taologa hamdu sanolar hamda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga salovatu salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlar, sizlar bilan nurun ala nur Qur'onni o'qib o'rganishlikdagi navbatdagi darsimizni boshlaymiz inshaalloh. Kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying hamda bitta like bosib videoni tarqalishligiga hissangizni qo'shib keting. Xo'p, bugungi darsimiz oldingi darslarimizda yozilsa ham o'qilmaydigan harflarni o'tgan edik. Bu safar o'sha darsimizda davom etamiz inshaalloh. Bismillahirrohmanirrohim. Quyidagi misollar kabi so'zlarda ham o'rtadagi lom o'qilmaydi. Masalan, attaba'u, attaba'u. Mana bu joyda lom kelyapti. Ustida ya sukuni yo'q yoki a, i, u harakatsiz lom kelyapti. Shu holatda lom harfidan keyin tashdid kelib qolsa, shu tashdid harfiga o'tib lomni o'qimay o'tib ketamiz ekan. Attaba'u, as-samaru, as-samaru. Mana bu joyda ham lom o'qilmay ketyapti. Tashdid kelgani uchun f harfiga o'tib ketyapmiz. As-samaru, ad-dakhalu, ad-dakhalu, az-zahabu, az-zahabu, ar-rasadu, ar-rasadu, az-zabadu, az-zabadu, as-safaru, as-safaru, ash-shajaru, ash-shajaru, as-safaru, as-safaru, ad-dararu, ad-dararu, at-talabu, at-talabu, az-zafaru, az-zafaru, al-lahabu, al-lahabu, an-nasabu, an-nasabu, wattaba'u, wattaba'u, was-samaru, was-samaru. Mana bu joyda e'tibor bersangiz, alif ham o'qilmay qolib ketyapti. Alif, lom ikkilasi o'qilmay qolib ketyapti. Nima uchun? F harfi kelgan, s harfi tashdid bilan kelyapti. Shuning uchun biz tashdid harfiga o'tishimiz kerak bo'lyapti. Was-samaru, wad-dakhalu, wad-dakhalu, waz-zabadu, waz-zabahu, waz-zahabu, 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 war-rasadu, 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 waz-zabadu, waz-zabadu, war-rasad, was-safaru, was-safaru, wash-shajaru, wash-shajaru, was-safaru, was-safaru, wad-dararu, wad-dararu, wat-talabu, wat-talabu, waz-zafaru, waz-zafaru, wal-lahabu, wal-lahabu, wan-nasabu, wan-nasabu. Xo'p, keyingi darsimiz. Quyidagi misollar kabi so'zlar qo'shib o'qilganda avvalgi kelayotgan so'z mad harflari bilan tugagan bo'lsa ham, keyingi so'zning bosh harfi bilan
yopiq bo'g'in hosil qilingani uchun ular qisqa unli kabi o'qiladi. Bunday holatlarda ikkita harf o'qilmay tushib qoldiriladi. Masalan, hazal baladu, hazal baladu. Xo'p, mana bu joyda sukun kelyapti l harfida. Mana bu joyda ikkita alif tashlab ketilyapti. Hazal baladu. Mal qari'ah, mal qari'ah. Mal hutamah, mal hutamah. هذا الذي هذا الذي. Mana bu joyda ikkita alif, mana bu joyda ham ikkita alif qoldirilyapti. Shuning nimaga deganda mana bu lom harfida sukun kelyapti. Sukunga ushlab o'tishimiz kerak bo'ladi.